Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun haftaning juma ayyomida, juma kunida mana Ulug'bek akamiz o'z do'stlari, qadrdon ulfatlari uchun kaklikdan mana mazali taom pishiribdi. Mana kakligiga ko'ring. Semizligini kamida 2 kilo go'sht qo'yadi bu kaklik. Xudo xolasa kelaverasizlar mana. Steak House oshxonasida Ulug'bek akam bosh rolda o'zlari. Tozalash jarayoni. Dast başlamaydi aku. Tozalash jarayoni bo'lib, pishgandan keyin bitta videoga olamiz. Dasturxonga qo'ygandan keyin sizlarni tozalanadi. ha, shuni o'xshab chiqadi. Bunga ham bir oshpazning mahorati va shijoati kerak, birodarlar. Sog' bo'linglar.